Oylarni sultoni bo'lmish Ramazon oyiga ham oz fursat qoldi. Mana shu Ramazon oyida umraga borishlikni niyat qilgan obunachilarimizga mana Abdurahmonjonni oldiga keldik. Xudo xolasa katta chegirmalar bilan bizni kutib oldi. Assalomu alaykum. Abdurahmonjon, sizning sonlaringiz yaxshimi? Yaxshimiz aka. Mana bir qator obunachilarimiz borib kelishyapti. Aynan umra jamiyatidan umraga borib kelishyapti. Inshaalloh hozir mana Ramazon oyiga birinchi 10 kunligiga joylarini joylarimiz bor. Bor hozir. Joylarimiz albatta birinchi 10 kunlik joylarimiz bor. Xudo xolasa o'z joylarini band qilishlari mumkin va siz aytmoqchi ajoyib chegirmalar kutyapti. Mana shu joyiga bittadan like bosib, ushbu videoni albatta sinfdoshlar, qarindoshlar guruhlariga jo'natib qo'yasizlar inshaalloh. Biz to'liq ma'lumotlarni beramiz. Qayerdan reyslar bor va hozirgi kunda paketlarimiz o'sha, ya'ni aksiya narxlarimiz qancha bo'lyapti, shularni qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Hop, o'zi reyslarimiz mana bizni kuzatib borgan obunachilar bilishadi, reyslarimiz 5 ta viloyatdan qo'yganmiz. O'sha Farg'ona, Andijon, Namangan hamda Toshkent va Termiz shaharlaridan qo'yganmiz. Primo reyslarimiz, ya'ni to'g'ridan to'g'ri reyslar Madina Munavvara yoki Jidda shaharlariga tushishadi. Endi qarang aka, o'sha $1200, $1100 standart paketimiz bo'lgan narxlari, 1200 oldingi narxlari, 1200 bo'lgan, 1100 bo'lgan standart paketlari. Endi hozir biz shuni Ramazon oyining boshiga, avvaliga ziyoratchilarimiz uchun bir yengillik sifatida $999 qilib belgiladik aka. Ajoyib. Ya'ni $999 qilib belgiladik. Ya'ni nimaga? Xudo xolasa, lekin biz bu narxlarni tushirish bilan birgalikda bitta narsaga e'tibor beramiz. Sifatli servisimiz o'z joyida. O'sha xizmatlar. Albatta, xizmatlarimiz o'sha. Mana hozir misol uchun litsenziyamizni ham ko'rishingiz mumkin. Mana litsenziyamizni ham beradigan bo'lsak, mana litsenziyamizni ham misol mana qo'yib bexijolat ko'rib nima qilishlari mumkin. Masalan, endi bir qancha obunachilarimiz borib kelishyapti. Hali bu nimadan, turk firmadan birorta bir jalba qilgan odamning o'zi chiqqan yo'q. Ilohim chiqmasin, yuzimiz yorug' bo'lsin hamisha. Albatta, xudo xolasa, bemalol. Yana bir tomoni borki, biletlarda o'sha bordi keldi biletlari o'sha naqd bo'ladi. Albatta aka, bordi keldi biletlari aniq bo'ladi. Ziyoratchilarimizni bordi keldi biletlari aniq bo'ladi va shuni hisobiga yana hali aytayotgan gapimiz, malakali ellikboshi doim nima nazoratda, xizmatda bo'ladi. Ya'ni biz oldingi videolarda ham aytganmizki, Jasur aka masalan, o'sha bizda e'tibor beradigan jihatlarimiz bor. Ya'ni paketimiz o'zi yaxshi va bu paketga 14 kunlik paketga biz e'tiborni qattiq qilamiz. Shu juda yana qat'iy e'tibor beradiganlarimiz mana asosiylaridan biri bu malakali ellikboshi. Ya'ni malakali ellikboshini biz o'sha yerda bir 5-6 yillik tajribaga ega bo'lgan, u yerda past-balandini biladi, nima deydi, bir qanaqadirgi holatlarda tillarni bilishadi, boshqa o'shaqangi malakali ellikboshni olganmiz. Bu bizni yanada qaraydigan, qattiq qaraydigan joylarimiz va yana bir tomonlari o'sha mana obunachilarimiz bilishadi. Bizda mana borib kelganlar, mana o'zingiz ham bilasiz, tanishlaringiz borib kelishdi, boshqa bo'lishdi. Bordi keldi biletlari aniq. Ya'ni 14 kunlik safar, 14 kunlik safarda o'sha 2 hafta mobaynida borishadi, borishdan oldin ketayotib, qaysi kun qaytib kelishini bilishadi. Ya'ni ketayotgan ziyoratchi qachon qaytib kelishligini biladi. Ash tomoniga e'tibor berilgan, xudo xolasa inshaalloh. U yoqdagi endi sharoitlar o'sha Madina Munavvardan boshlashadi ziyoratlarni va yana o'sha aytganimizdek qangi Madina Munavvarada markaziy deyiladi, hamma biladi. Markazda joylashgan mehmonxona, 2 mahal issiq taom beriladi, Madina ziyoratlari bo'ladi. Hali aytgan gapimga qo'shimcha yana biz e'tibor beradigan narsalarimiz Ravza-i Sharif. Har bir ziyoratchi Ravza-i Sharifga kirishadi. Bu narsaga ham qattiq qaraymiz. Ya'ni e'tibor beramizki, nimaga borishyapti, niyat qilishyapti. Niyati ham o'zi o'sha Ravzaga borishdi. Endi Madina Munavvaraga borgandan keyin Payg'ambar alayhisolamni oldiga borgandan keyin o'sha yerga bir salomga yoki bir Ravzaga kirishni niyat qilishadi. Mana shu narsaga bizni o'sha bolalar, o'sha ishchi guruh qo'ldan kelgancha har bir ziyoratchini mana shu kungacha olib kirib chiqdik. Xudo xolasa bundan bag'iga ham olib kirib chiqish niyatidamiz. Albatta kirishadi. Ya'ni biz qattiq e'tibor beradigan jihatlari ham shu. Xudo xolasa endi bag'iga, endi masalan Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz,
ikki mahal taomlar hammasi bu tomonda endi Makka Mukarrama. Ha. Makka Mukarramaga o'sha aytib o'tgan malakali bosh tushuntiriladi, ehrom kiyish odoblari, qonun qoidalari hammasini o'rgatib boriladi. O'rgatib borilgandan keyin shu Makka Mukarramada ham shina mehmonxonaga kirishlar, chiroyli kutib olishlar bo'ladi. U yerda endi misol uchun mana Ramazon oyidan tashqari kunlarda 3 mahal bo'ladi. Endi Ramazonda o'sha iftorli saharlik beriladi. Beriladi. Ramazondan tashqari borgan mana bugun erta yoki Ramazongacha borgan ziyoratchilarimiz 3 mahal o'zbek milliy taom beriladi. Endi Ramazon oyida ham lazzatli, shirin taomlarni saharlikka ham, iftorlikka ham beriladi. Tayyorlab qo'yishadi. Albatta, albatta. Hammasi Yana bo'ladi. kelishda zamzam suvlaridan olib Albatta, kelinadi. zamzam suvlari обязательно beriladi. Har bir ziyoratchimizga o'sha 50 boshi, o'sha aeroportda bir 50 dan bir nechta odam bo'lsa, har birlariga 5 ta bitta-bittadan berib tarqatib, ularning ko'nglini olib jo'natishadi. Hozirgi nimalarimiz $999 paketlarimiz. Hozir mana paketlarni $909 qilib belgiladik. Ya'ni nimaga? O'sha ziyoratchilarimiz borishsin, Xudo xolasa, biz ham duo qilishsin o'sha yerda. Inshaalloh, xursand bo'lib kelishsin. Yana bir tomoni bor. Oilaviy bo'lib, misol uchun 5-6 kishi chiqishadigan bo'lsa, hali ham bonuslarimiz ishlayapti. U mana bitta narsa bor, oldingi videolarni ko'rib aytishlari mumkin, u bonuslarimiz albatta bor. Ko'pchilik bo'lib Albatta, ko'pchilik bo'lib borishlar, mana misol oilaviy borishadi, 5-6 kishi borishadi, qarindosh urug' bir 10-15 ta bo'lishadi, yoki bir mahalladoshlar deydi, qo'ni-qo'shnilar, yoki sinfdoshlar deydi, o'rtoqlar bir ulardan muammo yo'q, quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqsin. Biz o'sha bizga ma'lumotni bersin, biz 5-6 kishi edik yoki bir qo'ni-qo'shnilar 10-15 ta boryapmiz desin, albatta skidkalar yoki bonuslar albatta qilib beramiz, undan muammosi yo'q. Inshaalloh. Rahmat. Barcha obunachilarimizga aynan mana shu Umra jamiyatini tavsiya qilamiz. Akalar, bemalol oldindan joylaringizni band qilib, nimaga maslahatlashib, misol uchun qaysi kunga reys bor, to'g'rimi? Albatta, albatta. Qaysi misol ma'qul kelib qoladigan bo'lsa, bemalol borib, chiroyli holatda hamda malakali eliboshilar birgalikda chiroyli qilib ibodatlar qilib kelinglar. O'sha nimada aytib o'tamiz, quyidagi raqamlarimizda Telegramlarimiz, WhatsApplarimiz bor. Safarda yurgan, musofirda akalarimiz bo'ladi, ukalarimiz bor. Ular ham haligi yaxshi niyati bilan Ramazon yaqinlashyapti. Yaqinlarini, aka-uka, opa-singil yoki ota-onalariga bir chiroyli podarka qilishlari mumkin bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bizga albatta murojaat qilishsin. Ular uchun ham yo'llanma, chegirmalar qilib beramiz va firma tomonidan sertifikatlar qilib, hattoki uylarigacha borib, o'sha o'g'illarimidi yoki qizlarim nomidan albatta tabriklab, umraga jo'natish imkoniyatlari ham bor. Undan bexijolat call center bolalarimiz 24/7 javob berishadi. Xudo xolasa, inshaalloh. Albatta. Tavsiya qilamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.